Konate Liverpooldan ketgandan keyin Realga o'tishga yaqin turibdi. Fransiyalik himoyachi Ibrahima Konate Real bilan La Liga klubiga tekinga o'tish borasida muzokaralar olib bormoqda. FIFA Jahon Kubogi 2026 reytingi Ispaniya birinchi o'rinni egallab turibdi, ammo Usman Senegal Chip Sports ustidan o'rtoqlik g'alabasidan so'ng birinchi o'nlikdan joy oldi. Chelsea'ning Jahon chempionatidagi futbolchilari soni tasdiqlandi. Yangiliklar, Chelsea rasmiy sayti. Bellingham Angliya terma jamoasining jahon chempionatida 10 o'rinda turadi. Angliya terma jamoasining jahon chempionati uchun tarkibi ma'lum bo'ldi, ammo tanlovlar Tomas Tuxelning fikrlashiga qanchalik ishora qiladi? Yaponiya Jahon chempionati 2026 terma jamoasi uchun qo'llanma. Ajoyib natijalar Hajime Moriyasu jamoasi nafaqat eng yaxshilarga qarshi omon qolishi, balki ularni ham mag'lub etishiga ishonchni kuchaytirdi. Ushbu maqola 2026 yilgi Jahon Kubogi ekspertlari tarmogining bir qismi bo'lib, 48 mamlakatdan eng yaxshi media tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikdir. The Guardian Tom sayti 11 iyun kuni start oladigan turnir arafasida har kuni 3 mamlakatdan prevyular olib boradi. O'qishni davom ettiring.